Navoiy va Husayn ertagi. Alisher Navoiy Husayn Baykaro saroyida bosh vazir ekan. Navoiy bilan bo'lgan uchrashuvlarning birida shoh ko'rsatkich barmog'i bilan boshini ko'rsatibdi. Navoiy barmog'i bilan tilini ko'rsatibdi. Husayn Baykaro jilmayganicha boshini qimirlatib tasdiqlabdi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan Navoiyning shogirdi imo ishoraning ma'nosini nima ekanligini so'rabdi. Shunda Navoiy mashaqqat bilan topilgan non totliroq bo'ladi deya javobini aytmabdi. Shogirdi uzoq vaqt bosh qotiribdi, ammo o'ylab hech topa olmabdi. Oxiri ayyorlik qilib, ustoziga bildirmay siyohdonni turtib yuboribdi. Shunda Navoiy: "Abdulatif, nega buncha parishon bo'lmasangiz? Siyohdon ag'darilibdi-ku", debdi. "Kechiring ustoz, haligi jumboqning yechimini o'ylab xayolim qochibdi". Abdulatif, Husayn Baykaro boshiga ishora qilib, boshiga balo nimadan kelishini so'ragan edi. Men barchasiga til sababchi ekanligiga ishora qildim, deya shogirdiga imo ishora ma'nosini aytib beribdi. Shogird esa Navoiyning zakovatiga, donoligiga yana bir bor qoyil qolibdi.